8-fevral, ikkinchi smena savollarini ham tahlilini boshlaymiz. Bu birinchi savolda tushibdi, juda ham oson. Demak, 7 ga bo'lganda qoldiqni toping deyotgan bo'lsa o'rtoqlar, 7 ga bo'lganda qoldiq. Har bittasini 7 ga bo'lish kerak, qoldiqlarni olib ketaverish kerak. Xo'p, mana bunda qarang. Oxiri 79 bo'lsa, 77 bo'lsa bo'linadi. Qoldiq necha? 2. 9 dan 2 qoladi. Xo'p, 78, 77 bo'lsa bo'linadi. Qoldiq necha? 1. Xo'p, 77 kelgan, undan keyin qoldiq necha? 0. Undan keyin 76 bo'lgan, qoldiq necha? 6. Keyin 75 bo'lgan, 5 qoldiq. Keyin 74 bo'lgan, 4 qoldiq. 73 bo'lgan, 3 qoldiq. 72 bo'lgan, 2 qoldiq. 71 da 1 qoldiq. Endi shularni qo'shib chiqamiz. Xo'p, 1 dan boshlab 6 gacha qo'shsak necha bo'ladi? 10, 15, 21. 21 ga keyin yana biz necha qo'shamiz? 3 qo'shamiz. 24. Mana 24 yig'indisi bo'ldi. O'sha yig'indini yana siz 7 ga bo'lib qo'yasiz-da. 24 ni 7 ga bo'lasiz, 3 tadan chiqadi, 3 qoldiq qoladi. Sizdan qoldiq so'ralgan, demak javobi 3 degan javobni olish kerak edi.